Assalomu alaykum ukana. Xudo xolasa Sergelida yana bir xonadonimizga kelganmiz. Bu yerda nima ish qilib kelganligimizni o'zi bitta ko'rsatib qo'ying. Bu yerda biz asosiy ishlarimiz landshaft bo'ladi. Uy ko'rkini ko'p bag'ishlaydi. Landshaftni qilib beramiz. Bu yerda rinkolonni, zina, basseynlarni qilib beramiz. O'zi bitta ko'rsatib o'tamiz. Uylarni ko'rib, shunaqa dizaynni qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa nima muammosi yo'q. Aloqaga chiqsani o'g'lim. Ukalar bu landshaft qismimizda o'zi nima desa bo'ladi? 80% bitta endi bu yerga stachkalarni qo'yib, o'rtasiga pianino deymiz, bizda pianino shunaqa boshqacha narsalarni qilib beramiz. Ukalar bu yerda zinamizni bir xil gradusga aylantirib, shunaqa zinalarni qilib beramiz. O'ta ideal darajada chiqqan. Bularni ham ko'rib turibsizlar, ukalar. Xudo xolasa kimda zina, landshaft, basseyn, stachka, tom xizmatlari bo'lsa, nomalarimizga aloqa chiqaversinlar. Xudo xolasa ishlarni ideal darajada qilib beramiz. Ukalar zinamizga ko'p ta'rif berishimiz kerak yo'q, o'zi turishini aytib turibdi. Ada kebiasaan lah, macamnya.